Bugun kameraga qarab gapirish challenge'imni 27-kuni. Bugun menga juda ham yoqadigan bitta activity haqida gapirmoqchiman. Inglizchasi hiking deyiladi, o'zbekchasini to'g'risi bilmayman. Ya'ni toqqa yugurib chiqish yoki yurib chiqish. Shunga o'xshagan activity. Birinchi marta hiking qilganimda hissiyotlarim juda ham boshqacha bo'lgan. Eng qizig'i bu ro'za paytiga to'g'ri kelib qolgan. Men va bitta o'rtog'im ro'za og'iz bo'lishimizga qaramasdan hiking qilib ko'rganmiz, chunki ochlikdan ko'ra biz uchun manzara kuchliroq tuyulgan. Bu his cross yoki marafonlarda bo'ladigan hisdan ham boshqacharoq tuyulgan biz uchun. Balandroq cho'qqilarga chiqish, atrof kuzatish, bu shunchaki toqqa chiqib shashlik qilib o'tirish emas. Tabiat ko'rish, yangi joylar kashf qilish o'zingiz uchun. O'shandan beri vaqti bilan hiking qilib turaman. Har safar boshqa yo'l, boshqa manzara, boshqa his. Kim uchundir bu hiking bo'lishi mumkin, kim uchundir boshqa activity. Muhimi o'z uchun biroz qiyinroq, lekin qiziqroq challenge'lar, ishlar qilib ko'rish.